Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bizni kuzatib borayotgan aka-ukalar. Mana bugun xudo xolasa ertalabdan vodiyga kvadrotsikilimizni naqd pulga do'stlar 43 millionga dastavkasi ishla qilib sotdik do'stlar. Qisqacha tushuntirib o'tamiz, ozgina obzorchasini qilib beramiz. Mana birinchi o'rinda oldi betlarini ahamiyat berasizlar do'stlar. 95 kilo, 100 kilo atrofidaman. 120 kilo yukka moslashgan mana oldi betlarini bir qator. Mana shu joyiga do'stlar 120 kilo yukni o'zini bemalol olib ko'tarib yura oladi. Oldi farlarni ko'rsatamiz, oldi chiroqlarni. Oldi chiroqlari LED. Qorong'ilikda ham mana bemalol yoritib bera oladi. Tumankalari ham o'ziga xos qo'yilgan do'stlar. Xo'p. Yana tushuntirib o'tadiganim mana oldiga o'zini o'zi tortib oladigan qilib qo'yilgan. Mana do'stlar. Bu bemalol botqoqlikda ham, boshqa mototsikllarda ham, mashinani ham tortib oladi bemalol. Shu holatida, xo'p, balonlarga qisqacha to'xtalib o'tamiz. Buni balonlari do'stlar 12 ga 800 lik balon. Mahkam trosli qilib ishlangan do'stlar. Uncha-munchaga yirtilib, yorilib ketmaydi. Tog'li zonalariga ham bemalol bardoshli qilib ishlangan. Tishlariga ham ahamiyat beramiz. Mototsiklimizda понижный повышение bor. Xo'p, motor kubaturasi 250 kubaturali motor. Yuk ko'tarish hajmi 2 tonnagacha yukni xudo xolasa bemalol ko'tarib harakatlanadi. Radiatorda issiq kunlarda ham bemalol o'sha yuklaringizni tashib olsalaringiz bo'ladi do'stlar. Xo'p, endi kuzov razmerlari 2 ga 1.40 lik. Buni qisqacha haydab do'stlar ko'rsatib beramiz. Mana ikkita yonimizga ikkita odam olib bemalol harakatlansa bo'ladi. Bismillahirrohmanirrohim. Üçüncü skor. Tezliklari, buni o'zini tutishlari juda yaxshi, 4 balonligi bo'lganligi uchun do'stlar. Mana zadniy sportlari ham bor, bemalol zadniga harakatlantirsalaringiz bo'ladi. Telefonimizni ekran ostida qoldiramiz do'stlar. Zakazlar bo'ladigan bo'lsa, xudo xolasa bemalol aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Dastavka qilib beramiz O'zbekiston bo'ylab. Buni xudo xolasa egasiga mana ortishga tayyormiz. Bir qator tayyorlab olamiz. Garantiyalarni beramiz do'stlar. 2000 km servisli garantiyalarni beramiz. Benzinni aytib o'tsam, xo'p, benzin 92 da yuradi do'stlar. 92 benzin bilan haydasalaringiz bo'ladi. Bismillah. Qanday? Yo'q, anaqa balandlik qilyapti. Oldiga ozgina narsa qo'shib olamiz. Sababi buni tagi tiyib qolyapti, arabamiz balandlik qilyapti-da. Aha. Nimamiz bor yana ozgina? Xo'p. Qanday bo'ladimi? Hozir yurgizamiz. Xudo xolasa O'zbekiston bo'ylab do'stlar dastavka qilib beramiz. Kvadrotsiklimizga qiziqqan aka-ukalarimiz bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishlaringiz mumkin. 24 soat xizmatdamiz. Xudo xolasa kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying do'stlar. Qisqacha videomiz yoqsa, like tugmasini bosib ketish unutmang do'stlar.